Gruziyaga kirmoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillar uchun ajoyib yangilik. Yangilik shundan iboratki, 1-maydan boshlab O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston shaharlaridan primoy reyslar Gruziyaning barcha shaharlariga yo'lga qo'yildi. Ya'ni qaysi shaharlari bu? Tbilisi, Kutaisi, Batumi shaharlariga primoy reyslar yo'lga qo'yildi. Kirish biroz yengillashdi. Yengillashligining asosiy sababi 1-maydan boshlab Gruziyada sezon boshlandi. Kirish uchun ba'zi bir hujjatlar majburiy qilindi. Bu nima hujjatlar desangiz, обратный bilet, turistik страховка, gostinsa bron va cho'ntakda yetarlicha mablag' bo'lishligi kerak. Minimum mablag' $800 boshlaydi. Asosan hozir 20 yoshdan 40-45 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ayol va erkaklar o'rtasida qattiq tekshiruv amalga oshirilyapti. Va bundan tashqari kirish uchun boshqa davlatlardan deportga ega bo'lsangiz, deportiz bo'lsa pechati, Gruziyaga kirish ham biroz mushkul. Aloqaga chiqishdan oldin mana shu videoni oxirigacha ko'rsangizlar, barcha savollaringizga batafsil ma'lumotlar berilgan. Kirishlikda asosiy sizdan rus tili va ingliz tilida suhbat bo'ladi. Suhbat nimalarda bo'ladi? Nima maqsadda Gruziyaga kelishligingiz, qachon qaytib ketishligingiz, qayerda borib yashashligingiz, mehmonxonangiz qanaqa razmisheniyada, ya'ni joylashuvda joylashganligi, mehmonxonangizning nomi, Gruziyaning nimasi sizni o'ziga jalb qilgan, nima sababdan Gruziyani tanladingiz, Gruziyaning qaysi shaharlariga va qaysi joylariga sayohatlarni amalga oshirmoqchisiz, Gruziyada ichkarida kim sizni kutib oladi va undan tashqari kim bilan sayohatga kelgansiz. Mana shunaqa asosiy sayohatchiga tegishli savollar beriladi. Siz Gruziyaga kirganingizdan keyin 1 yil muddatda bemalol, ya'ni hujjatsiz Gruziyada istiqomat qilishligingiz, ya'ni yashashligingiz mumkin. Ya'ni registratsiyasiz. Agarda siz yashab ham ishlamoqchi bo'lsangiz, u uchun hujjat qilishligingiz shart va majburiy qilib qo'yildi. Xuddi Rossiya kabi patent, lekin bu patent emas. Bir marta hujjat qilasiz, bo'ldi. O'shani o'zi sizga kifoya qiladi. Bu hujjat asosan dom yustitsiyadan qilinadi. Gruziyaga kirishlikda va kirgandan keyin hujjatlarda bemalol murojaat qilishligingiz mumkin. Kirish uchun kerakli bo'lgan hujjatlarni xohlang biz orqali qiling, xohlang o'zingizni viloyatingizdagi qaysi viloyat, qaysi shahardan bo'lishligingidan qat'iy nazar barcha aviakassalar qilib beradi. U kirishda asosiy so'raladigan hujjatlarda muammo yo'q. Hamma aviakassa bu narsani biladi, tartibini va sizga hujjat qilib bera oladi. Kirganingizdan keyin dom yustitsiyaga murojaat qilib bemalol hujjat qilishligingiz mumkin, ishlamoqchi bo'lsangiz. Ikkala holatda ham kirish uchun, kirgandan keyin hujjatlarda bemalol yordam berishligimiz mumkin sizga. Gruziyaga kirgandan keyin asosiy qaysi sohalarda daromad qilsa bo'ladi? Qurilishda erkaklar uchun va taksi sohasida daromad qilish mumkin. Ayollar uchun Tbilisi, ya'ni poytaxtida biroz ish topish ozroq mushkul. Hozirgi kunda ham, sezonda ham 1-maydan keyin. Faqat Batumida, mehmonxonalarda, restoranlarda, uborka ishlarida, posuda ishlarida va bola qarash ishlarida, keyin Batumida apelsin plantatsiyalarida ish topib ishlashligingiz mumkin. Imkon qadar ayol erkaklarga ish masalasida yordam berishga harakat qilaman, lekin men ish beruvchi tashkilot emasman. Gruziyadagi ichki holatni, vaziyatni ko'rgan, bilgan holatda sizga batafsil ma'lumotni beryapman. Gruziyaga kirganingizdan keyin tartiblarga amal qilib yashasangiz, Gruziyada ham daromad topishligingiz mumkin, ham tinch osoyishta yashashligingiz mumkin. Agar tartibni buzib qo'ysangiz, Gruziya boshqa davlat singari sizga shtraf solmaydi. Birdan deportatsiyani amalga oshiradi. Asosiy beriladigan savollardan yana biri shuki, qancha daromad topsa bo'ladi Gruziyada? Erkaklar $1000 dan $1200 maksimum daromad topishligi mumkin. Ayollar $700 dan $1000 daromad topishligi mumkin. Daromad topishlik insonni o'zini diyorida bo'ladimi, musofir yurtda bo'ladimi, o'ziga bog'liq. Ya'ni dangasalik qilmasa, albatta yaxshi daromadga ega bo'lsa bo'ladi, qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar. Qurilishda ishlamoqchi bo'lgan aka-ukalar, qurilish firmalari o'zlari hujjatni qilib beradi. Qurilish firmalari asosan yotoq joy bilan, 3 mahal ovqat bilan va oylik bilan ta'minlaydi. Eng ko'p ishlardan biri qurilishda, monolit sohasida ko'p ish bor. Har bir firmada bemalol siz joylashishligingiz mumkin. $1200 monolitda oylik daromad topishligingiz mumkin. Monolitdan boshqa sohalarda ham svarka, santexnika, elektrik yoki bo'lmasa
yog'ochdan uy ko'tarishlik yoki noldan uyni ko'tarishlik, g'isht terishlik, blok terishlik, bu sohalarda ham daromad topsa bo'ladi. U sohalarda xohlasangiz Gruziyaga kirib turib, o'ziz joylashgandan keyin объемga ish olib turib, o'zizni brigadangiz bilan ishlasangiz ham bo'ladi. Taksidagi daromad ham maksimum $1000 daromad topishligingiz mumkin Yandex. U Yandexni parkda o'zi sizga barcha hujjatlarni qilib beradi. Mashinasini depozitini berasiz, bir hafta to'lovini berasiz, arenda pulini berasiz. Keyin sizga o'sha ishlashingiz uchun haligi park sizga hujjat qilib beradi. Qurilish va taksidan boshqa sohalarda ishlamoqchi bo'lganlar u uchun o'zlaringiz domyustitsiyaga murojaat qilib, domyustitsiyani o'zidan IP qilasizlar. IPdan tashqari o'sha yerda domyustitsiya sizlarga разрешение на работу qanday qilishligini ko'rsatadi. O'sha tartibda hujjatlaringizni rasmiylashtirganingizdan keyin boshqa sohalarda bemalol ish topishsangiz bo'ladi. Yana menga muhim beriladigan savollardan biri shuki, qishloq xo'jaligida, ya'ni traktorda, ekskavatorda, mana shunaqa sohalarda, skladlarda ish topsa bo'ladimi Gruziyada degan savollar beriladi. Bu savollarga javob shuki, men bu sohalardagi ishlarni bilmayman, rostini aytadigan bo'lsam, lekin bozorlar bor, katta bozorlar bor, katta skladlar bor. U yerlarga borib, o'ziz so'rab ko'rib ish topsangiz bo'ladi. Qishloq xo'jalik sohalarida mana shunaqasi. Men asosiy bilgan sohalarim qurilish va taksi sohalarida, keyin restoran, kafe yoki mehmonxona sohalarida ishni bilaman. Gruziyada tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar domyustitsiya bor, domyustitsiyaga murojaat qilasiz. Bu domyustitsiya nima? Domyustitsiyada ZAGS, pasport, har qanday hujjatingiz domyustitsiyadan bitadi. Tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlar, choyxona ochmoqchimisiz, to'yxona ochmoqchimisiz, mashina ustaxona, moyka, nimaiki tadbirkorchilikka daxldor qanaqa soha ochmoqchi bo'lsangiz, hamma hujjatlar domyustitsiyadan bitadi. Bemalol kirib turib domyustitsiyaga murojaat qilib, tadbirkorlik sohasini, faoliyatini amalga oshirishliklaringiz ham mumkin. Videoning oxirida shuni aytmoqchimanki, Gruziyada tadbirkorchilik bo'ladimi, sayohat bo'ladimi, davolanish bo'ladimi, ishlash bo'ladimi, jamiki qanaqa sohada bo'lsa, bemalol kirib, ham daromad qilib, ham dam olib, ham davolanish imkoniyati bor. Gruziya bo'yicha qanaqa savollaringiz va yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz.